Diqqat! Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 7.36 so'mga oshdi va 12.24.40 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 69.76 so'mga pasayib, 13.642.88 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0.22 so'mga tushdi va 160.41 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, shu kabi yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling.